Assalamualaikum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga Mamtiliya Pandaning bir qisqa hikoyasini o'qib beraman. Deraza sirtidagi o'quvchi 20 asrda 20 yillarining ma'lum bir kuni Mahmud Ali ismli bir yigit buyuk maqsadlarning ko'ngliga Qashqardan uzoq safarga otlanibdi. U chog'larda bu zamondagi mashina poyezdlar bo'lmag'ach ot eshak tuyalarni minib safar qilishga to'g'ri keladi. Lekin bu jafoli uzun safar bu yigitni kim izlash niyatidan yondirolmabdi. U talay mushaqqatlarni boshdan kechirib, necha oy yurib, oxiri Turkiyaga yetib boribdi. Muhammad Alining yanchug'i quruq ekan. Yana kelib Turkiyada tunish bilishlarimi yo'q ekan. U bo'yniga tanza esib, ushak narsalarni sitlib jambe qilibdi. Har vaqt bilim elish fursatini izlabdi. Uzoq o'tmay u bir o'quvchi yetishtirish maktabiga xizmatchi bo'ldi. Muhammad Ali har kuni maktabning tozalash ishlarini ishlab bo'lib, sinf derazasining sirtida turib, butun diqqati bilan dars anglaydigan bo'ldi. Bir kuni maktab mudiri Muhammad Ali ishxonaga chaqirib, bu ishni surishtiribdi. Shugin apandi, man ishlarimni tugatib bo'lib, ozroq dars anglay dedim, debdi Muhammad Ali. Dars anglay dedim. Mudir hayronlik bilan Muhammad Aliga qarabdi. Shundoq men bilim ilish koyda bu elga kelgan. Muhammad Ali mudirga kechirimlarini so'zlab beribdi. Qattiq ta'sirlangan mudir uning bolasini urib turib, sendek kishilar darsni deraza sirtida emas, deraza ichida anglashi kerak, debdi va uni bir sinfga boshlab kirib, o'rinlashtirib qo'yibdi. Muhammad Ali vaqtida qadrlab berishib o'qibdi. O'qishni a'lam natija bilan bitirib, 1939 yili yozda ona yurtiga qaytib keldi. U yurtdoshlarini parvar qilib, yangicha maktablarni ichib, yirilgan bolalarni bilim ilish fursatiga erishtirdi. Ko'plagan she'r musiqalarni ijod qilib, ularni o'qitibdi. Bu kishi bizning nashr marchimiz, u tirik kompozitörimiz va shoirimiz Muhammad Ali Apandi Tavfiq edi. Xo'sh,